100 ming dollarga 2,5 sotixdan ikkita xonadonimizda sotilyapti. Remontlari yaxshi, yetmaganiga mebel texnikalari bilan xonadonimiz uglovoyda joylashgan. To'g'ri eshitdingiz, 100 ming dollarga ikkita xonadonimizda sotilyapti. Bu birinchi uyimiz bo'ladi. Hovlisi ham katta, o'zini zelonniy zonalari ham qilingan va bu tomonimizda birinchi xonasi, oshxonamiz bo'ladi. Mebel texnikalari o'rnatib qo'yilgan. Yonida umumiy yuvinish xonasi. Keyingi xonamizga o'tadigan bo'lsak, mehmonxona hamda bitta kattalar uchun yotoqxonasi bo'ladi. Bu ikkinchi xonadonimizning darvozaxonasi bo'ladi. Bunda ham ko'rib turganingizdek katta hovlisi, o'zini zelonniy zonalari bor. Va binoyimizning bu tomonda bo'lsa, bitta mehmonxona, ichida kattalar uchun yotoqxonalari bilan podvol qismiga keladigan bo'lsak, podvoli ham yaxlit ikkiga bo'lib remontlar qilib, yashashga tayyor holatga keltirib qo'yilgan. Binoyimizning bu tomonda bo'lsa, oshxonasi va yonida yuvinish xonalari, hojatxonalari alohida qilingan. Uyimizning maydoni 5 sotix, 2,5 sotixdan ikkita oilaga mo'ljallab, o'rtadan devor tortib qo'yilgan. Xohlasangiz devorni olib tashlab, bitta yaxlit katta 5 sotiklik xonadon qilsangiz ham bo'ladi. Uyimizning lokatsiyasi Zangiota tumani, shundoq qilib Betonkaning yonidagi Orom kafesini biladi hamma. Shuni yonidan bir 100 metr kirganingizda joylashgan, yaxshi tomoni Abu Sahiy ipodrom bozorigacha ham 10 minutlik yo'l.